ko'rmaganni ko'rgani qursin degan gap ham to'g'ri-da. Bitta savol beraman, sizga yoqmasligi mumkin. Nima uchun bugun Davlat xavfsizlik xizmati tomonidan o'tkazilayotgan reydlarda faqatgina zam hokimlar pora bilan qo'lga tushyapti? Nimaga hokimlar tutqichi bermas ekan yoki ular shunchalik halol ishlashadi? Yo, hokimlarda misol bo'lmadimi? Juda kam. Endi bilmadim, unisini men endi nima deyman. Bugun o'zini davlat tomonidan berilayotgan ish haqi, dam olishi, xizmat uyi, xizmat mashinasi hammasi joy-joyida bo'lgan tumanning hokimiga pora olishga ehtiyoj qoldimi degan savolga birinchi javob topaylik. Lekin shunaqa vaqt bor ediki, men misol uchun hokim sifatida birinchi hokim bo'lganimda 32 yoshimda edim. Men birinchi qiladigan ishim ertalab menga bir sutkada 8 litr benzin berardi Volga mashinaga. Men rayonni ikkita mahallasiga bora olmasdim uni. Meni birinchi masalam bugun mening mashinaga kim benzin quyar ekan degan masala bo'lgan. Lekin bu zam hokimlar ham yaxshi oylik olishadi-ku. Hammasi oladi. Hammasi yaxshi, lekin uni haligi ko'rmaganni ko'rgani qursin degan gap ham to'g'ri-da. Rahmat sizga.